عيد 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 مبارك 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 عيد عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alloh kan bo'lsa mana yana bitta Eid Qurbon bayramiga yetib keldik va Allohning fazli va rahmati bilan va ehsonkor aka-uka opa-singillarimizni ehsonlari bilan ko'p turganlar ushbu qurbonliklarni sotib oldik va yana bundan tashqari yana 10lagan 20lagan qurbonliklar va qurbonlik buqalarimiz bor inshaalloh. Bugun imkon qadarini so'yib inshaalloh chodirlarda yashayotgan faqirlarga ulashtirib beramiz. Alloh taolo qurbon qilgan aka-uka opa-singillarimizdan qabul qilsin va Alloh taolo ushbu dunyoda ham oxiratda ham ularni yaxshiliklar bilan mukofotlasin va mana bu faqirlarni quvontirgani sababli Alloh taolo ularni qiyomat kuni quvontirsin. Alloh taolo qurbonliklarni qabul qilsin inshaalloh. Jazokumulloh xayran. Hozir inshaalloh qurbonliklarimizni so'yib chodirlardagi mazlumlarga, faqirlarga, yetim oilalarga ulashtirib beramiz inshaalloh. Qani bismillah. Allohu akbar, Allohu akbar. Bismillah, Allohu akbar. سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين. سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين. عطاء من كريم ذي هبات ونور للعباد المسلمين إليه الحمد من بالجود أعطى وأرسل فضله الوافي إلينا. Allohning fazli va rahmati bilan Eid Qurbon muborak kunda ko'rib turganlaridek qurbonlik go'shtlarimizni tarqatishlik uchun chodirga yetib keldik. Albatta ushbu chodirlarda yashayotgan mazlumlar urushlar, zolim Bashar Asad davrida urushlar, bombardimonlar sababli o'z uylarini tark etib, shunday chodirlarda yashashga majbur bo'lishgan. Bizlar ham Muroy Qalblar xayriya fondi olarak ularga ushbu bayramlarda va undan boshqa kunlarda yordamlarni, ehsonlarni ulashtirib kelyapmiz. Bugun ham ko'rib turganingizdek qurbonlikka so'yilgan qurbonlik go'shtlarimizni inshaalloh hozir ushbu faqirlarga, mazlumlarga ulashtirib beramiz. Alloh taolo qurbonlik qilgan aka-uka, opa-singillarimizdan qabul qilsin va ushbu amallari faqirlarni xursand qilgan sababli Alloh taolo Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Inshaalloh bugun birinchi kuni hayitni va mana erta indinga ham inshaalloh boshqa yerdagi mazlumlarga, chodirlardagi mazlumlarga go'shtlarni ulashtirishda davom etamiz inshaalloh. Qani bismillah. وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين. سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين.